Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidamiz. O'tgan yilgi xolodilnik bergan joyimiz. Kim ko'rgan bo'lsa o'sha videoni. O'tgan yili mana shu podvalga xolodilnik bergan ekan. Hozir qisqacha ko'rsatib o'taman. Ko'pchilik podvalga so'raydi, podvalga qilsa ham zo'r bo'ladi. Faqat bo'yi balandroq bo'lishi kerak podvalga. Bo'yi 2 metr, 2,5 metr, 3 metr bo'lsa ham past. Mana shu joyga qilganmiz. Bu podvalimizni balandligi 3 metr oshiqroq, 3,5 metr, shunga 4 metrga yaqinroq. O'tgan yil qilganmiz. Shu videolarimizni o'tgan yilgisini bir erinmasdan ko'rib chiqsalaring, shu podval haqida, xolodilnik haqida chiroyli gap so'zlar bo'lgan, chiroyli ma'lumotlar bo'lgan. Samarqand Bulung'ur, Samarqand viloyatidagi xolodilnik deb videolarimiz ro'yxatida bor. Bu zdaniyalar yo'q edi. Bu xolodilnik qilgan paytimizda keyin bu yil tushibdi. Mana shu uchastka ham yo'q edi. Ona asha agregatlarimiz, o'nlik agregatlar qo'yilgan. O'tgan yil montaj bo'lgan. Mana shu joylar ham yo'q edi. Xullas o'tgan yil tadbirkorimiz kartoshka bosishgan. Daromadlari zo'r bo'libdi. Endi hamma tadbirkorning ham daromadi zo'r bo'lishini xohlaymiz. Shu ishlar bo'libdi. Endi bu yilgi yana bitta emas, ikkita mana. Ikkita kamera qilishga niyat qilishibdi. Mana shu xolodilnik uchun zdaniya. Uzunligi 21 metr, eni 8, balandligi 4 metr. 4 metr oshiqroq. Shunga mana sendib shanellarimiz kelgan. Xudo xolisi. Sekin ish jarayonimizni boshladik. Kecha obyektlarda yetib keldik, ozgina ish qildik. Agregatlarimiz o'nlik. Usilini qilingan. Yangi agregatlar. Xo'sh, 2025-yil 3-oy 25-martda shu dokumentalni xudo xolisi zdaniyamiz bilan tanishtirib chiqsak, shu aytganimizdek uzunligi 21, eni 8. Bu zdaniyamiz bo'linadi mana bu yerdan. 10 metrdan bo'linadi. 10 metrdan bittasi 10 metr, bittasi 11 metr bo'ladi. Mana shu yerdan pergorga tushadi. Birinchi kameramizning eshigi mana bu yerda, ikkinchisi yana shu yerdan bo'ladi. Zdaniya bo'lganligi uchun mana loysuvoq qilib 10 sm 20 plotnidan bo'ldi. Biz zdaniya joyiga 15 sm 20 plotni har safar gapirib o'tamiz. Tushunarli bo'lib ketdi. 8 metr tomimiz ana shu yerga tushadi. Endi 8 metrimiz osilishi mumkin. Shuning uchun mana shu temirga mustahkamlaymiz deb bir o'y qilib turibmiz, xudo xolisi. Ham sekin-sekin informatsiyasini berib o'tamiz. Shartnomamizdagi shu podключ gaplashilganda mana shunday korobka pinalar, mayda-chuyda anker, samarezlar, xullas hammasi o'zimizdan bo'ladi. Biz o'zimiz Qo'qonda optim joy arzonroq olib kelamiz. Shuning uchun voha tarafdagilarga ancha arzon tushadi, o'zlari bilishadi. Shuning uchun o'zingiz olib kelavering ko'p narsani. Bizda bu yerda topish qiyin, ovoragarchilik bo'lmasin deysa, hamma yoqda o'zimiz olib kelamiz. Mayda-chuydasi-yu. Tadbirkorimizni kamdan-kam ovora qilamiz. Mana shu zdaniyamiz bilan ustalar ishlashyapti. Tomini ham bitkazishyapti, birato'lasi. Ishimizni 3-kuni binomiz yarmigacha bitib qoldi, chiroyli holatda. Mana shunday o'lchamlarimiz yaxshi olingan ekan, Xudoga shukr. Kesishga to'g'ri kelmadi. Bu yoqdan bu Pinaplex kelgan, tomi lumboz bo'lmaydigan bo'lgan. Shuning uchun tadbirkorimiz tepasiga Pinaplexdan qo'yib izolyatsiya qilib chiqamiz deyishdi. O'sha 20 plotni, o'sha izolyatsionni haligi Pinaplexlar turi ko'payib ketdi ularda ham. Qattiq narsa bu ham. Shu
Shundan katta partiya kelgan mana shu KAMAZda. Bundan poliga ham tashlanadi, patologiya ham tashlanadi. Agregatlarimiz shu yerda. Tafsil tanishtirib o'tamiz. Bu tomimiz patolog 8 metr bo'lganligi uchun, osilmasligi uchun mana shunday qilib страховка qilib, shpilkalarni qo'yib, mana shu temirga osib chiqdik. Qo'shimchada babishni tomga chiqib olsak ko'rsatamiz. Mana shpilkadan qo'yib, qatirib, eshigimiz soni yerga tushyapti. Keyin ichki burchaklar qotirishyapti mana. Ikkinchi eshigimiz yerga tushadi. Juda katta xona tushyapti. Bu qanchalik ko'rinyapti telefonda bilmadim. Xudo xolasa agregat uстановkalarimizni ham qilamiz. O'tkirligi mana qilgan xolodilniklarimiz. Agar videolarimizni shu o'tkazib Jizzax, Samarqand viloyatida degan yozuvlisini bir ko'rib chiqsalar, mana shu podolga qilganlarimiz batafsil ko'rasizlar. Unda mana shu zdaniylar yo'q edi. Xolodilnik ustiga qilinibdi. Kartochka bosishadi tadbirkorimiz. Aytganimiz, bu yil ham xudo xolasa kartochkalar yaxshi, zo'r. Agar kartochka joyidan turib yaxshi pul bo'ladigan bo'lsa, bu yil xolodilnikni ishlatmaymiz, pul borligida qilyapmiz deb tadbirkorimiz aytishdi. Xudo xolasa. Aytganimizdek, lomoz bo'lmaydigan bo'lgan, faqat Pinaplex sentifan ustidan issiq o'tmasligi uchun keyin poliga ham bo'lyapti. Ish jarayonimiz 4-kuni, panellar qolmadi, Xudoga shukr, hammasini olib kirib joy-joyiga qo'ydik, eshiklar chotki bo'lib ustanovka bo'ldi. Mana tashqi ko'rinishi. Zdaniyamiz tayyor, Xudo xolasa. Bitta pergotkalarni qo'ydik. Ko'pchilikka aytadigan Pinapleximiz mana shu bo'ladi. 4 sm ekan, 2 qavatlik, plotnisi 20. Poliga tashlanadigan narsa mana shu. Qizil bo'ladi, bu boshqacharoq ekan. Poliga tashlab ustiga 5 sm stejga quyiladi. Kerak bu ham, chunki sovuq pastdan to'lib boradi. Stejga shu holatda qolmasligi kerak. Bu hozir chorniy stejga ustidan keyin shu Pinaplex tashlanib stejga quyiladi. Mana binomiz chiroyli bo'lib bitdi. Xudo xolasa montaj ishlari boshlandi. Turka montajlari bo'lgan, kabellarni ulab olsak, keyin yurg'izamiz. Bu xonamiz tayyor. Nari xonamizni ham hozir ko'rsatib o'taman. Bu yangi agregatimiz eski xolodilnikni joyiga qo'yiladi. Mana shu yerga. Eski xolodilnikni agregatini mana yerga qo'ydik. Bu mo'shniyroq edi. Tepaga qo'yildi, chunki mana shu doroshka ochiq bo'lishi uchun bu podol olinadi. Keldi-ketdi holat bermaslik uchun tepaga qo'ydik. Ikkinchi agregatimiz montaj tayyor, yurgizishga tayyor bo'lib turibdi. Xudo xolasa. Bu ikkinchi kameramiz. Bu ham tayyor, buni ham Pinaplexlari kelgan. Chiroyli bo'lib. Buni ham montajlari tayyor. Xudo xolasa yurg'izsak bo'ldi. Savollari bo'lsa bemalol Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar, tadbirkorlar. Xudo xolasa freon qo'yib yurg'izamiz. Buni ham bir videoga olishga harakat qilamiz. Ana shunday qilib gofralarga o'rab. Bu juda muhim narsa, ana shu narsa. Oddiy narsa, lekin juda muhim. Chunki obratga sovuq qaytib kelib, butun qaytib kelish kerak. Chiqib ketayotgan issiq gazni sovutib kirgizadi. Mana shu ko'rinish. Tadbirkorlar erinmasalaring, agar shu o'tgan videolarimizni bir qatorida ko'rsalaring, Samarqand viloyatida yozilgan. Mana shu joyda haqida obzori bor. Nima bo'lgan mana shu joyda ko'rsalaring, o'zingiz bilasizlar, izlanganlar bo'lmagan. Erinmasdan kirib bir ma'lumot olish kerak. O'tgan yil har qilib berganmiz. Bu yil ham chaqirishga mana. Omadi kelganlar, Alloh barakasini berganlar shunaqa bo'lib, keyingilarga ham telefon qilib chaqirib yana qurdirishyapti. Shuning uchun tavakkal qilib, shat ishni boshlash kerak. Menga o'tgan yildan beri hisoblayotgan tadbirkorlar bor. Mana buncha hisoblab bering, mana buncha hisoblab bering deb haligacha o'ylanib yurishibdi. Bosish kerak. O'tgan yil qilganlar mana yana ikkitadan qilishyapti. Endi albatta dehqonchiligingiz bo'lishi kerak. Oldin ham aytganman. Bu tadbirkorimiz kartochka ekkanlar mana. Oho, gektar kartochkalari bor. O, yo'qda ham dalalari bor. Imkon qadar o'zingizni bog'ingiz, dalangiz bo'lsa zo'r bo'ladi. Tadbirkorlar agregatlarimizni yurg'izdik. Ikkovini ham. Unisi sovutib o'chdi. Bunisi ishlab turibdi.
Agregat ishlaganida syomka qilgim kelmaydi, shovqin bo'ladi chunki. Ichkarilar mana ishlab turibdi. Narigisi ham mana bo'lib qoldi. Bu navbatdagi kameramiz. Bu ham yurib o'chdi. Obyektni topshirdik tadbirkorimizga. Chiroq qilib biroz rizochilik oldik. Friollari joyida, xudo xolasa, hammasi joyida, cho'tki bo'ldi. Bu yo'q tarafdagi agregatlarni ham chiroq qilib bir ligrovka qilib berdik. Shu o'tgan yilgi videolarimiz bor. Shu Samarqand xuddi shu joyda syomka qilib tashlaganmiz. Bir ko'rsalaring, bitta ham bir obzorlarini bir ko'rib olasizlar. Salomat bo'lasizlar, aloqaga chiqa olasizlar.